Bugun biz Andijondagi 80 metrlikda joylashgan Habal avtosaloniga tashrif buyurganmiz va bu yerda biz Habal Julion haqida batafsil ma'lumot olamiz. Bugungi menejerimiz esa bizda Nasrullo aka bo'ladi. Assalomu alaykum Nasrullo aka. Assalomu alaykum. Rahmat. Iltimos bizga xuddi mijozlarga qanday tushuntirsanglar, xuddi shunaqa qilib mashinamizni tushuntirib, to'liq obzorini qilib berasiz. Bo'ldi, xo'p bo'ladi. Keling. Habal Julion modellarimizni 3 xil pozitsiyasi bo'ladi. Birinchi pozitsiyasi 279 million 900, ikkinchi pozitsiyasi 309 million 900 bo'ladi. Uchinchi pozitsiyasi esa 329 million 900 bo'ladi. Endi sotuv tartiblariga keladigan bo'lsak, rassrochkamiz bor, imtiyozli kreditlarimiz bor, lizing rassrochkalarimiz ham bor. Men video davomida grafiklari bilan tanishtirib o'taman. Xohlasanglar navlichkaga xohlagan to'lov usullarida tushuntirib o'taman. Hozir bir qator mashinalarni bir qator ko'ramiz. Hozir bitta nima qildim aka, orqangizda mana shunaqa sayohat yutib oling degan aksiya ham ketyapti sizlarda. Albatta. Bu haqida ma'lumot berib o'ting. May oyidan boshlab xarid qilgan mijozlarimiz uchun 30-avgust kuniga do'g'ri sotib olgan mijozlarimiz o'yin ishtirokchisiga aylanadi avtomatik. Hozirgi holatda mana Umraga 2 kishilik, Sharm el-Sheyxga, Dubayga 2 kishilik sayohatlarimiz bor. Undan tashqari 30 dan ortiq maishiy texnikalar ham YouTube'ga qo'yganmiz. Mana lahatronimiz bor. Mijozlarimizni, sotgan mijozlarimizni shu yerga mana biletlarni tashlayapmiz. Bu yoqdan aylantirganimizda 30-avgust kuni omadli mijozlarimiz aniqlanadi. Keling, mana mashinalarimiz bilan bir qator tanishib o'tamiz. Habal Julion modellarimiz hozirgi salonimiz ichida mana ikkinchi pozitsiyasi, uchinchi pozitsiyalari turibdi. Biz xohlasanglar mana ikkinchi pozitsiyadan boshlab tushuntirib o'tamiz. Mashinamiz 1.5 turbina, 143 ot kuchiga ega bo'lib, benzin rasxodlari ham shahar ichiga 7 ta 8 ta rasxod bo'ladi, shahar tashqarisiga 5 ta 6 ta rasxod qiladi. Qulayliklarga keladigan bo'lsak, 360 kamera, panorama luk, kojani salon, LED faralar, barcha qulayliklarga ega. Sidinalarda, o'rindiqlarimizda isitish, sovutish tizimlari, rul abagrifflari, lobovoy spirallari, avtomat selektor shaybali skors bo'ladi. 7 bosqichli robot korobka. Spirallari dedingiz, u degani qishda mabodo qor qoplab qolsa ham elektron yoqib eritish funksiyalarimi bu? Aha. Orqa abagrifflarni ham bu yoqda mana knopkalari bor. Ligirovkani bemalol o'zi boshqarsa bo'ladi orqada o'tirgan odam. Knopkalari ham to'g'ri minimalistik ishlangan ekan, chiroyli dizaynda. Skroni ishlangan. O'rtadagi ko'pchilikni qiziqtiradigani ham oyoq tagida do'mi yo'q, gulishitr do'mi. Bu narsaga ko'pchilik e'tibor qiladi. O'rtada o'tirgan odam ham hech qachon qiynalmaydi. Ya'ni ikki chekan talashishmaydi. Bagajniklarga keladigan bo'lsak, bagajniklarimiz 480 litr bo'ladi Julion modellarimiz. Bu degani любой bitta odamni sig'dirib olsak bo'lar ekan. Bemalol sig'dirib olsak bo'ladi, albatta. Bu yoqda mana zapaska ballonlari, instrumentlari, hamma narsasi joylashgan. O'zimizda propan servis xizmatlari ham bor. Xohlasa propan ham o'rnatib berishimiz mumkin, garantiyadan chiqarmaydigan holatda qilib. Endi bu 3-pozitsiyani nima farqi bor aka? Ikkinchi pozitsiya bilan 3-pozitsiyani farqlariga keladigan bo'lsak, 3-pozitsiyada bor, 2-pozitsiyada yo'q narsa nima bu? Bakoylarida slipoy zona, salon ichida head-up display, avtoparkovka va samotormojeniyasi bo'lmaydi 2-pozitsiyani. 3-pozitsiyada shu narsalar borligi uchun 20 million so'm farq qilib turadi. Qolgan hamma joylari bir xilda, balon diskalari ham, shakli ham, razmeri ham. Aha, endi bularda uslublariga kelsak, qanday shakllarda buni sotib olsak bo'ladi? Xo'p, buni uslublariga kelsak, keyin kompyuterda hisoblab ko'rsataman. Aha. Xo'p, bizda sotuv tartibimizda xohlasanglar naqd pulga, xohlasanglar avtokreditga, xohlasanglar imtiyozli kredit, xohlovchilar uchun rassrochkalarimiz ham bor. Habal Julionda lizing rassrochkalarimiz ham mavjud. Barchasini bir qator men mijozlar uchun ko'rsatib o'taman. Videoda oxiriga to'g'ri ko'rsanglar. Hozir mana. Xo'p, avtokredit, imtiyozli kreditdan boshlaydigan bo'lsak, bizda boshlanish to'lov 25% bo'lishi mumkin, eng minimalka. Eng maksimali 70% gacha bo'ladi. Endi 25% bilan 3%, 3.9% dan 14.5% gacha
imtiyozli kredit qilib xarid qilsa ham bo'ladi mijozlarimiz. Masalan, mana 25% menda 70-80 million pul bor degan mijozlarimiz uchun, masalan, 3.9 deylik, foiz stavka 18 oyga sug'urta strahование ichida bo'lib, strahованияlarimiz bilan 81 million 240 ming so'm to'lasa, 13 million 300 ming so'mdan 1,5 yilga to'g'ri kelyapti. Endi ko'pchilik 3 yil yoki 5 yil deydi. Masalan, 3 yilga desak, 3 yilga 11,5% dan bo'lyapti. 11.9 11.5 ekan, 11.5. Xo'p, 36 oyga dedik, 3,5 yilga. Ya'ni 85 million strahование sug'urtalari ichida 7 million 664 ming so'mdan oylik to'lov to'g'ri kelyapti. 3 yilga 25% minimalkasi bilan Julion modelimiz ikinchi pozitsiyasi. Endi rassrochkalarda so'raganlarga, masalan, minimal rassrochkalarimiz 30% dan boshlanadi. Ko'pchilik reklamalarni noto'g'ri tushungan bo'lishi mumkin. Masalan, 30% dan boshlab 70% ga doğru to'lov qilsangiz 1 yildan 3 yilgacha foizsiz rassrochka qilib beramiz deymiz. Ko'pchilik shu grafikni tushunib oladi. Masalan, 30% ni to'lasam 36 oyga foizsiz olsam bo'ladi. Yo'q. Hozir 30% bilan 12 oyga olsak bo'ladi. Mana 95 million 312 ming so'm to'lov qilinsa, 18 milliondan oylik to'lov. Ya'ni 1 yilga. 40% ni to'laydigan bo'lsak, 18 oyga bo'lyapti, 1,5 yilga. 126 million 972 ming so'm to'lov qilinsa, 10 million 300 ming so'mdan oylik to'lov to'g'ri keladi 18 oyga. Agar yarmini 50% ni to'laydigan bo'lsak, 155 million sug'urtalari bilan 157 million 460 ming to'lasak, 24 oyga qilib beramiz. 24 oyga 6 million 456 ming so'mdan oylik to'lov to'g'ri kelyapti. Eng optimal variantlardan bittasi ekan bu. Albatta. Qulayroq desa, masalan, endi ko'pchilik 50%, 60%, 60% ni ham aytib o'taman mana. 60% bilan ham masalan 28 oyga olsak bo'lar ekan. 28 oy desak, 189 million to'lov bilan 4 million 427 ming so'mdan xarid qilish mumkin mijozlarimiz. Endi ko'pchilik meni kredit tarixim yomon, KTMim chatoq, banklar menga kredit bermayapti degan mijozlarimizga masalan lizinglarimiz ham bor. Lizing bu ADM Jizzax mana zavod orqali tuziladi shartnoma, ya'ni zavod firmasi bu lizing. Bunda masalan mana Julion modelimiz ikinchi pozitsiyasida olsak. Bitta narsani so'rab o'tib ketsam, lizingdan juda ko'pchilik qo'rqadi-da. Lekin nimaga imенно biz ADMga ishonishimiz mumkinligini ham bitta tushuntirib o'tib keting. Xo'p, ADM Jizzaxga nima uchun bizni firmamiz ishonchli? Ya'ni mijozlarimizga biz notarius xizmatlaridan oldi sotishlarni ham qilib beramiz. Masalan, bu firmaga biron hol bo'ladigan bo'lsa ham yoki firma yopilib ketadimi, boshqa bankrot bo'ladimi, o'sha holatlarda ham notariusda bu narsa aytib o'tirilgan, yozilgan bo'ladi. Uni shartlarini bemalol o'qib chiqishi mumkin mijozlarimiz. Bu yerda masalan firmaga biron hol bo'ladigan bo'lsa, avtomatik mashinani qarzdorligi oylik to'lov to'layotgan bankiga o'tib qoladi. Mashina o'zini nomiga o'tadi. Ya'ni firmani nomida qoldi, bank ham to'lovni qabul qilmayapti. Endi to'lov o'rtada qolib ketdi, mashinani tortib qo'yadi degan unaqa savollar bo'lmaydi bizning firmamizda. Bunda bemalol firma yopilib ketsa ham oylik to'lov uchun bitta bank ajratilinadi. O'sha bank orqali bemalol oylik to'lovini to'lab, davom etib, xohlasa 100% to'lab nomiga o'tkazib olishi mumkin. Tushunarli, rahmat. Xo'p, lizinglarimizda mana shartlari, qulayliklarimiz va bunda 25% bilan 1 yilga foizsiz olsangiz ham bo'ladi. Mana 25% ni to'lab 12 oyga masalan foizsiz olsak bo'ladi. Minimal boshlang'ich to'lovimiz 87 million 551 ming so'm bo'lyapti. Endi buning ichida mana bu yerda yozilgan NDS, ya'ni NDS bu razviy komissiya hisoblanadi. Razviy bir martalik komissiya hisobida 6 million 198 ming so'm mashinani shu boshlang'ich to'lov ichiga qo'shilyapti. 700 ming so'm texpasport, 3 million 178 ming so'm strahование sug'urta uchun qo'shilyapti. O'sha hisobda 87 million 551 ming to'lasak, 1 yilga foizsiz olsak bo'lyapti. Endi buni masalan 40% ni to'lasak, 18 oyga bo'lyapti. Ya'ni ko'p mijozlarimiz o'sha bank holatida bizga bank kredit bermas ekan, shu holatlariga deb ko'pchilik xarid qilishda qiynalayotganlar uchun shu lizingni taklif qilamiz. Agar yo'q, menda minimal boshlang'ich to'lovim juda ham oz pulim bor, 50 million, 60 million desa 15% boshlang'ich to'lov bilan 5 yil muddatigacha
foizli kredit ham qilib berishimiz mumkin lizingdan. Ya'ni 59 million 660 ming so'm to'lov qilsa 8 million 124 ming so'mdan 60 oyga, ya'ni 5 yilga kredit qilib beramiz. Foiz stavkasi 26% bo'ladi. Juda yaxshi. Xo'p, bergan ma'lumotlaringiz uchun rahmat. Xo'p, sog' bo'ling, hammaga salomat bo'ling. yaxshi ma'lumot berdim deb Raqamlaringizni o'ylayman. qoldiramiz. Xudo xohlasa, xo'p, kutamiz savollar.